Oyjon, dadajon, men ishga ketdim. Bolam, shoshma. Senda gapimiz bor. Xo'p. Bu yurishing ketmaydi. Seni uylantiramiz. Dadasi, siz ham gapiring bir. O'g'lim, do'stim Farhodning qizi bor. O'shanga seni uylantirib qo'yamiz. Gap tamom. Axir dada, hozir uylanishga sharoitimiz yo'q-ku. Ozgina ishlab olay. Sen o'ylama. Amaking bilan gaplashib qo'ydim. Bu hafta yoniga o'chib ketasan. Rossiyada 1 yil ishlab kelsang, bemalol to'y qila olamiz. Ha, shunday. Kelguningcha seni fotiha qilib qo'yamiz. Kelganingdan darrov to'y qilamiz. Men ortiq kutolmayman. Бабур, минуточку. Aha, Это твоя зарплата. spasiba. Bobur, oylik oldik-ku, bugun bir dam olaylik. Mayli. Ma'lumotlarga ko'ra, hozir dunyoda OIV infeksiyasini yuqtirgan qariyb 40 million nafar bemor bor. Ular Nima ko'ryapsan, ey? Ayo, o'zim. kishiga ortyapti. Eng yomoni, kasallik har yili 600 ming kishini Xudajon, o'g'lim kelishi bilan to'y qilamiz. Juda xohlayapman tezroq to'y qilishni. Xudajon, shoshilib nima qilamiz? Kuyovim kelsin. Hali qonuniy nikohdan o'tish uchun ham bir muddat vaqt o'tadi. Shifokor ko'rigi deganlaridek. Xudajon, siz bu yog'ini o'ylamang. To'y o'tgandan keyin hujjatli ishlar bo'laveradi. Ha, to'ydan keyin vaqt bemalol bo'ladi-ku. Buncha shoshilasiz? Namuncha chiqishing qiyin. Bugun tibbiy ko'rigimiz natijalari chiqqan. Voy, sekinroq yuring. Namuncha millaysan? Yur. Hurmatli fuqarolar, siz topshirgan qon tahlillarini markazimiz laboratoriyasida tekshirib ko'rdik. Ming afsuski, sizning qoningizda OIV infeksiyasi borligi tasdiqlandi. Ha? Nima? Nima? Ayolimgachi? Ayolingiz topshirgan qon namunalari ham tahlil natijalariga ko'ra sizniki bilan bir xil. Ayolingizga ham infeksiyani yuqtirgansiz. Vijdonsiz. Ming afsus. Nimalar qilib qo'ydim? Endi nima qilaman? Insofsiz. Shunchalik xudbinlikka bordingizmi? Qaytib ko'zimga ko'rinmang. Yo'q. Vaqtinchalik lazzat badalini o'zim va yaqinlarim hayoti bilan to'lamayman. O'z baxtingni xatarga qo'yma. OIV infeksiyasi to'g'risida bilish xatarni chetlab o'tish kafolati ekanligini unutma.